Assalomu alaykum do'stlar, jigarlar, qadrdonlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Hammaga Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Mana hayitga deb o'zimizga hamma qishloqqa boradi. Biz ham keldik. Yaqin akamiz bor edi. O'zlarining texnikalarini mana shu orqada turgan New Holland yana bitta agregatlari bor ekan, shularni sotmoqchi ekanlar. Yaxshi tomoni ko'pchilik menga Muzaffar ishlagan bo'lsa ham soz holatda, stok holatda bo'lsin texnika olaman deganlar uchun yaxshi variant chiqib qoldi. Hozir yo'l-yo'lakay mana uy o'zida, hovlilarning o'zida texnikani qo'yib ketaman. Bu kichkina bir nima deydi, hayitlik hisobida qabul qilasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib obzorini qilib beramiz. Texnikani o'zim tekshirib oldim, stok holatda. Plus dokumentlari ham hammasi joyida, ya'ni oform masalasi bo'yicha ham umuman muammo bo'lmaydi. Hozir videoni ko'ringlar. Nasib qilsa bitta chiroyli qilib obzor qilib beramiz. Sizlardan faqatgina pastdagi o'zlarining egalarini raqamiga telefon qilish, kelishasizlar, narx-navosini Xudo xolasa sunnatiga o'tiladi. Ushbu kunlarda bitta chiroyli texnika egasi bo'laman degan akalar uchun yana bitta variant. Qani boshladik. Jigarlar, New Holland 60-70 aynan mana shu modelni ko'pchilik so'ragandi mendan. Men hozir ayni vaqtda Namangan viloyati 3 tumandaman. Bu akamiz bizni eskidan kuzatib yuradi, o'zimiz bilan zemlak. Shu akamiz shu texnikalarni olib ishlatgan. Endi hozir bu joyda mana qurilish, yana bitta ikkita ishlari bor. Shularni yakunlash uchun texnikalarni sotyapti. Hozir aka bilan suhbat qildik. Birinchi texnikani tanishtirib o'taman, keyin narx-navosini aka bilan bitta baraka qilamiz-da. Qolganini o'zingizlar telefonda hal qilasizlar. Xo'p. 60-70 traktorimiz bilasizlar 140 ot kuchini beradi. Hozir bu traktor yili nechi? Xo'p. Qo'limizda tex pasportlari bor. 2018 ekan yili. 2018. Ushbu texnika 11.000 martachas atrofida yurgan. Holati nima deydi? Yangi texnika deya olmayman, lekin ideal holatda, 11.000 yurganga nisbatan zo'r holatda. Hamma joyi ishlab turibdi, soz. Hozir men zavoddan qildirib ko'rdim. Zavod qilganimda ovozlari ham hammasi joyida. Yarim оборотda уже zavod bo'lib, texnika zo'r. Xo'p, balonlari, orqa balonlari normalniy sosteniyada deyarli ancha-muncha sezon ishlab beradi. Oldi balonlari endi sal ishlagan, lekin bu ham sizni kamida 2 ta sezon xursand qiladi. Xo'p, texnikani naveskasiga bitta o'tamiz. Naveskamiz. Bu ishlagan organ naveska, bu yangi texnika emas. Xo'p, распределительlar ideal holatda. Endi qanaqa ideal holatda? Yiliga nisbatan zo'r. Xo'p, aka bu balon shina alishganmi deyman 18 to'r. Yangi balon almashtirib qo'ygan. Bunga yangi qo'ygansiz. Naryo tomoni o'zini radnoy ekan. Xo'p, ko'rdinglar, bu yangi balon. Bu alishtirilgan. Para alishtirmaganmisiz? Bittan faqat. Bo'l. Xo'p. Pluglari. Aylanma plug 4 korpusli. Именно shuni o'ziga buni ham hozir qo'shib sotib yuboraman deyaptilar. Buni ham limit dolotalari yaxshi holatda turibdi, bemalol ishchi holatda. Yaqinda ishlatishgan ekan ham. Xo'p, texnikani bir salonni ko'ramiz. Mana o'zlarining nomerlari. Hech qanaqa taqiq, kredit hech narsasi yo'q. Toza holatda. Xo'p, mana. Jigarlar, magnitofon, konditsionerlari ham ishlaydimi? Hammasi ishlaydi. Xo'sh, endi bu tomonda yana bitta pluglari ham bor. Plug endi именно shu texnika uchun yasatilgan. Materiallarni yaxshi materiallar qilib, keyin Quinlan plugga organlaridan foydalanilgan. 5 korpusli qilib aynan mana shu texnika uchun yasatilgan. Shu aytganimdek, aka qurilishlari, yana bitta ikkita bizneslari bor. Shu uchun bularni hammasini sotyaptilar. Xo'p, aka texnika rasxodda emasmi? Yo'q, texnikaning hech qanaqa rasxodi yo'q. Haydashga, soz. Ishlashga soz. Mana egasi shu inson. Raqamlarni qo'yib ketaman. Chiqib o'zlari bilan baraka qilaverasizlar. Aka, menga birinchi narxingiz qancha dedingiz buni? O'zingiz sal qattiqroq gapirasiz, mikrofon yo'q. Birinchi narxini 68.000 dedik. Aka, men sizga yana qaytaraman. Video oldi gapirdim buni. Videoda ham gapirib o'tib ketaman. 68.000 demang aka. Raz menga syomka qilib berdi dedingiz. 65.000 narx qo'yaman. I plus
So'ragan odamga yana o'tasiz. Aka, shu narsa. Endi 65 ming ichiga ikkita plug kiradi. Yana bitta lazerniy planirovщик bor ekan. Uni men hozir yo'lda ekan, uni ham ko'rib, imkon qilsa rasmiy videosini ekranga qo'yib ketaman. Xullas shu texnika to'rttasini 65 ming deyaptilar. Xohlasanglar traktor o'zini ham alohida, xohlasangiz bu pulga alohida. Farqi yo'q. Kelishaveramiz aka. Shu akamizni mana texnikalari ishlab turgan holati. Mana bu yoqda aka o'zlari haydar keldi, traktorchi. Zavod qilib berdilar, yana bitta zavod qilib bergan, ovozini bitta eshitib olsin. Sirazi o'rnida hammasini bitirganimiz yaxshi. Bo'ldi aka. Ko'rdinglar, sirazi zavod bo'ldi. Xullas, pixotini qilib qo'yilgan texnika, ishlab turgan texnika. Bosib yuboraverasizlar akalar. 65 ming o'tib beradilar. Men o'zlarini oldlarida ham aytayapman, o'tib beradilar undan ham. Men to'g'risi aytilgan narxga sotishni yomon ko'raman. Bu aka o'zimizni nima deydi, ham qishloq desa ham bo'ladi. Bitta joy odam bo'lganimiz uchun qo'yib beryapman akanikini. Pastiga nomerlar sizlarni kutadi. Bosib yuborasizlar. Pluglari aka, qo'shimcha organlari yo'qmi mabodo? Yo'q, mana shu holatdami? Mana shu holatda. Aha, shu holatda ekan. Ishlashga soz holatda qilib qo'yilgan. Hammasi gidravlikalari ishlaydi, buni. Hamma joyda soz holatda. Xo'p, mana. Shu texpasporti. Firma o'zingizniki, taqiqi yo'q, hammasi joy-joyida. Oformit qilishida hech qanday muammo bo'lmaydi. Mana eshitdinglar? Bosib yuboraverasizlar akalar. Sizlarni yana bitta o'zingizlar xohlagan texnikalar bilan xursand qilishga harakat qildik. Sog' bo'linglar.